Assalomu alaykum. Anglayotganlar tarixiy tazkira asar İdiqut o'g'lonlari Muhitilar jamiyati. Avtori Ömercan Sidiq. Muqaddima 1912 yili kuz. Vaqt 11 ayning oxiriga o'lishib qolgan bo'lsa-mu, İdiqut diyorining haroratli quyoshi yanala xush tabassum ilkida zaminga oltin nurlarini sexiylik bilan chachmoqda edi. Xuddi cho'nqur tafakkur ilkida o'yg'i patqan, yillar qamchilari chehraga qat-qat qo'riqlarni salgan, muhtaram buvayga o'xshash so'zilib yotgan muqaddas İdiqut tig'i, oppoq quyosh nurida cho'g' bo'lib yongan yolqing'ila o'xshaydi. Tilim-tilim, yo'l-yo'l eriqchilar, pakar-pakar taqir cho'qqilar, qizg'uch rangda tovulinib turgan tosh to'palar giralishib, ajoyib bir samoviy, mo'jizaviy ko'rinish hosil qilgan İdiqut tig'ining gavdisi kishiga xuddi yov xanjarida laxta-laxta bo'lsa-mu, yanila tinmay so'qib turgan Baturning qip-qizil yurkini eslatdi. Dar haqiqat, bu tog' g'ayyur ajdodlarning tomcha-tomcha qonlaridan cho'g' rangiga kirgan bo'lib, qahramon o'g'lonlarning yurkidan andoz ilib, qish-yoz to'xtamay yalqinjab turmoqda edi. Uzunligi 100 kilometrga, kengligi 10 kilometrga yetmaydigan, bag'irda bir talmu giyoh unmaydigan bu taqir tog' o'zida behisob mo'jizaviy xislatlarni, tasvirligisiz boyliqlarni mujassamlagan. İdiqut bag'ridagi sanoqsiz saltanat va zabunliqlarga, daryodek oqqan qon va ko'z yoshlarga, tarix tugmanining ajoyib qismatlik cho'rgilashlariga guvoh bo'lgan. O'z sehri bilan sohilidagi mehnatkash, oq ko'ngil xalqini beqib kelgan edi. G'arbdan sharqqa so'zilgan İdiqut tig'i Ostona yezisining udulidan sal o'tganda 90 graduslik bulung yasab, janubga 1 kilometrdek ichkirilib, yiqilgan to'g'roqda cho'rtla uzlatdi. Ondan keyin bu yiqilgan to'g'roqning sharq tarafidan tog' yana boshlanib, sharqqa uzrab mang'atdi. Tog'ning janubiy yonbag'rini bo'ylab, sharq g'arbni tutashtirib turgan yo'l tog'ning 90 gradus burilgan qismida tog'ning churt o'ttiridan kesib o'tib, tog'ning shimoliy yonbag'riga o'tib qoladi. Yo'lning tog'ni kesib o'tgan qismida bir ig'iz shakllangan bo'lib, bu ig'iz Ostona yezisining 10 kilometr sharqidagi Singim yezisining nomi bilan Singim ig'izi deb ataladi. İdiqut tig'ining shimoliy yonbag'ridagi Murtuq jiralaridan eqib kelgan buloq suvlari cho'ng eqinni shakllantirib, ig'izdan o'tib, Ostona, Qarg'o'ja yezlariga eqib kelib, bu yerdagi xalqlarga hayotlik kavsari bo'ladi. Buningdan necha ming yillar ilgari bu eqin nihoyatda ulug' daryo bo'lib, Uyg'urlarning qadimki davrlardagi suv, yayloq qo'g'ilishib ko'chish an'anasiga asoslanganda, Quchu Uyg'ur xonligining poytaxti dal mushu daryoning tuvanki eqinidagi suv yeyilib oqadigan tuproqi munbat, muhiti go'zal o'ringa joylashgan edi. Hozirgi Qarg'o'ja yezisi tavasidagi Quchu qadimki shahri xarobasining yenidagi daryo eqinining iznasi bu qarashimizni isbotlaydi. Singim ig'izdan Murtuq daryosini bo'ylab yuqoriga qarab 6 kilometr manganda İdiqut tig'ini kesib eqib chiqqan daryo g'olining g'arbiy tarafidagi qiyoga bezaklik ming uyi joylashgan edi. Bezaklik milodiya 5-asrlardan tortib yasalishga boshlanib, milodiya 15-asrda Turpan islom dinini qabul qilganga qadar izchil yasalgan, remont qilingan, kengaytirilgan. Bezaklik ayni yillardagi ziyolilar bo'lgan rohiblar, to'yunlar, baxshilar turlik madaniy faoliyatlarni ilib boradigan joy bo'lib, bu yermo go'zal manzaralik tog' bag'riga, Murtuq daryosining bo'yiga joylashgan. Bezaklik ming uyi san'atkorligida imoratchilik, haykaltarashlik, rassomlikdan iborat 3 xil san'at shakli o'zaro birlashtirilgan bo'lib, numar silib ratlangan g'ordin 57si bor. Bezaklik ming uyidagi ajoyib nafs tam suratlari, rasm orqali aks ettirilgan hikoyalar,
Qadimki yiziqlar, qurilish uslubi va haykallar muhim tarixiy qimmatga, tadqiqot qimmatiga ega bo'lib, dunyo miqyosidagi tadqiqotchilarning diqqat markazida turib kelmoqda. Dal yuqorida tilga ilib o'tgan kesilgan to'g'roqning, ya'ni singim eg'izining bag'ridan ikki otliq kishi yaqinni bo'ylab ostona yissiga qarab asta kelmoqda edi. Bularning biri 40 yoshlar chamisidagi beshiga tumoq kiyib olgan, kak soqol, semizrak, gavdali kishi. Yana biri 30 yoshlar chamisidagi chiroyli kichik burut qo'yib olgan, qanşarliq, yalang'och, burkutninkidek ko'zlari chaqnab turadigan, o'z zamonasining tili bo'yicha aytganda ajnabiycha kiyingan kishi edi. Bular Astanadagi namdar boy Muhit hojining o'g'illari Musul Muhiti bilan Maqsud Muhiti edi. Ular mushu kelishida Musul boyning yaqin beshiga qurgan suv orqali yurishadigan paxta pishiqlab ishlash zavodini ko'rib kelyotdi. Zavodning ishi xili obdan ketibdi aka, dedi Maqsud Muhiti etini devitkach. Alhikumullah, Xudoyim ishlarimizni yurishtirdi. Bu yil kevezlar o'xshab, lukchun, yanxi, chatqal, murtuq, singimlardan xili ko'p paxt setib oldim. Amdi mushu paxtlarni pishiqlab, qo'ldan chiqarishga nasib qilsa, tijoratimiz texmi ro'naq tepib ketadi. Bu yil qarzlarimizning ahvoli mo yaxshi. Rastukam, yilqi maktabning ishlari qandoq bo'lib ketdi? Maqsud Muhiti ko'z oldida yeyilib yotgan kujum mahallalarga, anarliq bog'larga vazmin nazar tashlaganicha so'z boshladi. O'zlar meni tunji qitim rus yeriga ap chiqqandila, mushu ishni yaxshiroq o'ylashmaganimga o'kinaman aka. Xalqlar ne holda, biz qandoq ahvolda? Har qitim mushularni o'ylasam, ichim chidog'siz achchiqqa to'ladi. Har qitim u yerlardagi hayvatlik binolar, ozodi yo'llarda uzilmay o'tishayotgan mashinalar, yo'ruq sinflarda ratlik o'ltirib o'qiyotgan o'quvchilar, pokiz kiyinib, madaniyat, dunyo haqida paranglashayotgan kishilarni ko'rsam, ong-tong qolaman. Bizni ularga biza moslashtirg'ili bo'lmaydi. Biz bolalarimiz tug'ilishi bilanla ularni jaholat, xurofotlik, nodonlikqa boshlaydigan mutaassib, ichi quruq o'lima, qorilarga poshkal uchun har qandoq razillikni qilishdan yonmaydigan och ko'z mollalarga o'qishga beramiz. Qalbi zimindek toza bolalarimiz zay, qorong'u kimirlarda vahimlik tanbih, qo'rqitishlarning ta'siri bilan ro'yi chiqib ketgandek jonsiz, qalbi xuddi shu qorong'u kimirlardek xira holda cho'ng bo'ladi. Bir umr boy g'ojamlarga, chirik lozung, amaldorlarga ishlab, qo'rsqi to'yg'idek non, putiga kiygidek kipishmut ololmay, hayvandek ishlab, hayvandek olamdan ketadi. Uning ustiga chirik, qonxo'r amaldorlarning jazonixo'r, manfaatparast, boy g'o'jalarning dahshatlik izish, zulmlari odamni bigiz sanjib o'ltirganga o'xshash xo'rliq qo'ydi. Bizda odamda eng adnosi bo'lishga tegishlik bo'lgan odamdek yashash, xat tonish deganlardan nadimo ig'iz ochqili bo'lsin. Bir necha kishining rohat farog'atda yashaganini hisob qilmaganda, ko'pincha dehqonlar umr bo'yi quldek yashab, quldek o'ladi. Amaliyotda bizning quldan nim farqimiz bor? Eng echinishli yeri, biz o'zimiz mushu kunimizga shukr qilamiz, uyg'onmaymiz. Xabarlarga qaraganda ichkirda Sungvin, Sunjongshanni demakchi degan biri chiqib, inqilob qilib, podshohlikni og'dirib tashlabdi-dek. Bu ishning g'ulg'ulisi bu yerlardami bo'lyotidi. Eng muhim masala xalqni uyg'otish, xalqning ong saviyasini yuqori ko'tarish, xalqni uyg'otishdagi eng yaxshi sunay. Jinchiroq orala yo'rtib turgan kimir uyga o'xshash xiralishib ketgan qalbini nurlantirishdagi eng unumlik mash'al maktab, yangicha maktab ichish. Anglasam, Atishliq Akovka savdogarlar Husayn Bay bilan Bavdun baylar Atishda yangicha maktablarni ichib, bola o'qitayotganiga uzoq bo'pti. Biz mo qarab tursak, yana kechiksak hargiz bo'lmaydi. Maqsud Muhiti hayajonlanib ketganlikdan bo'lsa kerak,
Demi kesilib to'xtab qoldi va cho'nqur nafas ilib oldi. Enisining gapini qoyillik bilan anglab kelayotgan Musulbay so'z qetib, "Obdan gap qilding, ukam. Gaplaringdan ichim yo'p-yo'ruq bo'lib ketdi. Demismi, menmi har qatim Moskva, Leningrad, Shamaylarga borganimda yurtimiz bilan u yerlardagi osmon zimin farqlanadigan o'zgarishlarni ko'rib, hayronlikda yoqamni tishlagan edim. Biroq sen men xiyol qilmagan narsalarni o'ylabsan. Seni qo'llayman, ukam. Maktab quradigan ish bo'lsa, bizning ho'ylig'ila salayli. Men barliq pulni chiqarib, kam materiallarni Rusdan akilib, barliq tayyorliqlarni puturib beray. Bala o'qitadiganning tayyorligini jiddiy ishlagin. Ashqallah aka, hozir ota-onalarni qoyil qilib, balalarni yangi maktabga akirish ishini hal qilg'ili bo'ladi. Hozirgi muhim masala balalarni o'qitadigan muallim masalasi. Qaraganda Rus tarafga yana bir o'tib, shu yerdan muallim akelmay bo'lmaydigan o'xshaydi. Shundoq qilayli, dedi Musulbay inisining fikriga qo'shilib. Bu aka-uka yuqorqi paranglar bilan mahallasi bo'lgan G'ojam oldiga qandoq kelib qolganligini to'ymayla qoldi. Xo'sh, ayni yillarda bu qadar ma'nilik, ahamiyatlik suhbatlarni qilib kelayotgan bu aka-uka zodi kim? Ostona G'ojam oldi degan zodi qayer? Ostona hozirgi Turpan shahrining Ostona yezisi bo'lib, o'zaro tutash ketgan Ostona, Qarg'o'ja yezilari tarixdan buyon saltanatlik xonliqlarning poytaxti, Van g'o'jilarining ostonasi, Turpan diyorining siyosiy, iqtisodiy, madaniyat markazi bo'lib kelgan tarixiy uzun yurt. Albatta, bu so'zni izohlash uchun Turpanning uzun tarixi haqida qisqacha to'xtalishga, gapni yiroqdan boshlashga to'g'ri keladi. Abdushukur Muhammad Emin o'zining Qadimki Markaziy Osiyo nomli kitobida mundaq deb yozdi: Qaraqo'chu Qanqil davlati. Qaraqo'chu degan xat 1908-yili Turpandagi Shimoliy tog'dan tepilgan. Yerlik xalq bu yerni Qaraqo'ja deb atab kelgan. Tarixiy manbalar va arxeologiyalik materiallar hozirgi Qarag'o'ja, Ostona, Yorg'ul va Urumchi Nansan tig'idagi Olg'uy, Yuargu qatorliq joylar jumladan Jimsar, Mori atrofida qadimki zamondala Xujiya, Ujiya, Gushi, Gujuy xalqlarining yashaganligi, ularning 10 tangri qutluqining shakllanishining oldi kaynida Dingling, Kuydi, Kona Lop xalqlari bilan yaqin qandoshlik munosabatida ekanligini ko'rsatdi. Xujiya, Gushi, Chishi deb atalgan xalqlar Uyg'ur qabilalar ittifoqining muhim bir tarkibiy qismi Xujiya, Quju dinglinglari bo'lib, ularning Hun tangri qutluqiga qarshi ko'tarilishlari va o'qiyachi xalqlar sifatida Hun tangri qutluq tarkibiga kirishi billa bo'lgan. Quchu iborasi Xujiya, Gushi, Gujuy atalımları Quchu Gavchang atalımısıdır. Ba'zi tarixshunoslar bu so'zni Qanqil deb izohlagan. Bu hozirgacha Turpanda saqlangan Qanqa bozor bilan munosabatlik bo'lib, Harva Qanqa yasag'uvchilar degan ma'noni bildirgan. Turpan rayonida hayot nihoyatda qadimki davrlarda boshlangan. Biz Turpan Ostona yezisining g'arbiy shimolidagi cho'llikdan Yorg'uldagi qurib ketgan Suluq buloq degan joydan yangi tosh qoral davriga oid nurg'unlagan siyliqlab ishlangan tosh qorallarning qushluq, oy va yarim oy shakllik qirg'ularning paltisiman tosh qoralning tosh munchoq, tosh teshadigan tosh, jumladan oddiy va rangdor sopol cho'gillarning sunuqlari chiqqanligini ko'ramiz. Qarg'o'ja yorliqining shimolidagi siyliqlangan tosh palta va rangdor bir quloqliq sopol qochi bilan yirtqich beshi shakldagi mis qadah chiqqan. Aydinko'l, Singim, To'qsun, Pichan suv beshi atrofidan chiqqan sopol buyumlarmu bularga o'xshash bo'lgan. Turpan qadimki shahri xalq ichida Daqyanus shahri debmu, Idiqut shahri debmu ataladi.
Turpan atalması qadimki Xotan manbalarida Turpana deb yozilgan bo'lib, ehtimol Kucha, Oqquchu, yenidagi Yuypan qal'asiga o'xshash bir qadar qadimiy nom bo'lishi mumkin. Turpan, turluq, sepilliq, shahar degan ma'niga yaqin. Xalq ichidagi To'pa ata so'ziga kelganda, To'pa ata Qara tog'ning ko'ni bir nomi bo'lib, Qara quchu so'zi bilan To'pa ata quchu bir ma'niga ega. O'rta Osiyo xalqlari Dasht ata, Dosh ata, Tosh ata, To'pa ata, Avliya ata qatorliq nomlar bilan o'z makonlarini atashgan. Tur sepil, Turpan ata sepilliq shahar demakdir. Miladiya 840-yili cho'llikning shimolidagi Selinga va Urxun daryosi bo'ylarida qudratlik davlat qurib, 200 yilga yaqin hukm surgan saltanatlik Uyg'ur qag'anligi ichki nizo, ig'ir tabiiy ofat, qirg'iz qabilalarining hujumi tufaylidan yemirilib, aholilar taraf-tarafga petirab ketdi. Bulardan Pantekin boshchiligidagi Uyg'urlarning 15 qabilasi ichidagi bir qism Uyg'urlar janubga qarab ko'chib, Xişi koridoriga borgandan boshqa qolgan zo'r ko'p sonni tashkil qiladigan Uyg'urlar o'zliksiz g'arbga minib, Everg'ul, o'rni hozirgi Qumul shahrida, Napchuq, hozirgi Pichan noyisining g'arbiy janubidagi Lukchun orqali Tangri tig'ining sharqidagi tog' tizimlaridan o'tib, Kingit, Kusan qatorliq joylarga kelib, aslidilla mushu joylarda yashab kelayotgan Uyg'urlarga qo'shilib ketgan. Pantekin g'arbga ko'chgandan keyin Qara shaharda o'ltiraqlashib chorvachilik bilan shug'ullangan. Bu joyda azaldan Uyg'urlar o'ltiraqlashib kelgan bo'lg'achqa, Pantekin boshchiligidagi g'arbga ko'chgan Uyg'urlarning qo'shilishi bilan ularning nupusi birdilla ko'payib 200 mingga yetgan. Pantekinning mushunchavala ko'p qavmi bo'lg'achqa, Dajongning 2-yili, 848-yili, bahor fasli No'ruz iyida o'zini Qag'an deb atagan cho'llikning g'arbidagi shaharlar uningga qaragan. Pantekin Qag'an bo'lgandan keyin Tang sulolasi darhol ko'ngil etib elchi avatgan va uningga ulug' Tangrida qut bo'lmish olib qutlug' bilgi to'hbekor Qag'an deb nom bergan. Bu sargardonlik bosqichida Tang sulolasining nom berishiga muyassar bo'lgan birdan-bir Uyg'ur Qag'ani Pantekin o'zini Qag'an deb atagan va Tang sulolasining O'tug'an nomiga erishgandan keyin uning ish faoliyatlari tarix kitoblarida ko'rilmaydi. Shentung 7-yili, 866-yili ga kelganda Uyg'urlarning Bökü Tekin qavmi Tangri tig'ida bosh ko'tarib chiqib, Quchu o'rni hozirgi Turpan shahrida Beshbaliqni egalladi. Bökü Tekin Quchuni olgandan keyin Tang sulolasiga elchi avatib nom berishni talab qilgan. Tang sulolasi g'arbdagi qo'shinlardan ko'ngli amin tepib va ularning o'rta tuzlanlikni qo'g'diganligidan mamnun bo'lib, uningga So'lqul Shirmat chavandozlar yasovulxonasining ulug' song'unliq mansibini bergan. Bökü Tekin bilan Pantekinning munosabati qandoq? Bu haqda tarixiy materiallarda aniq xotira qoldirilmagan. Pantekin bilan Bökü Tekin hokimiyati Quchu Uyg'urlari ittifoqining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Demak, Bökü Tekin hozirgi Turpan o'ymonligiga kirib, uzoq vaqt urush qilgandan keyin Tübütlarning Tangritog' bo'ylaridagi kuchlarini tozalab, ularning boshlig'i Kurshadning kallasini oldi va kundan kunga zo'rayib, qudratli Quchu Uyg'ur xonligini qurib chiqdi. Shundoq qilib, bu xonlik milodiya 866-yilidan 1335-yiligacha 470 yil saltanat surdi. Bökü Tekin Turpan o'ymonligiga kirishdan burunla hozirgi Shinjang rayonida uzoq tarixdan buyon yashab kelgan Uyg'urlarning bir bo'ligi milodiydan ilgirki 2-3 asrlardala Qumul, Turpan, Urumchi, Jemisar qatorliq joylarda o'zlarining hokimiyat organlarini qurgan edi. Bu yerda
yana Uyg'urlarni asos qilgan So'g'diylar, Tuxarlar, Xanzular va boshqa turk qavmlari yashaydi. Bu mezgillarda Turpan o'ymonligi strategiyalik o'rnining muhimligi bilan har qaysi qavmlar bagliklarning Tangritig'ining janubiy qismini talashish urushlaridagi qiziq nuqtaga aylandi. Chunki Turpan o'ymonligi Tangritog'ning sharqiy qismiga joylashgan bo'lib, u shimolda Tangritig'ining asosliq cho'qqisi Bug'da cho'qqisi, janubda Cho'ltog', sharqda Xeshi koridori rayoni bilan tutuşup turdu. Bu rayonni o'z ilkiga olgan kuch g'arbda Tarim vodisining g'arbiy janubiy qismlariga boradigan qatnash yo'lini tizginlab ololaydi. Shimolda Tangritog'ning yo'l egizlarini bo'g'ib tashlay. Shuning uchunmi bu yer azaldan Hunlarning asosli harbiy bazalarining biri bo'lib kelgan edi. Uningdan boshqa Turpan yana Yipak yo'lining muhim tuguni edi. Yipak yo'li G'arbiy Xan sulolasining poytaxti Chang'andan boshlanib, Xeshi koridoridan o'tib, Dunhuanga borganda g'arbga so'zilgan 3 yo'lga bo'linadi. Uning ikkisi Tangritig'ining janubiy rayonini kesib o'tadi. Turpan shimoliy yo'lning dal o'ttirisiga joylashganlikdan uzun va mushkul musofalarni besib o'tgan karavonlar, hukumat elchilari, qisqasi shimoliy yo'lda mang'anlarning hammasi bu yerda to'xtab, arduqini chiqarib oladi yoki oziq-tulik tayyorlaydi. Sharqqa qarab mang'anlar Bag'ayan qumliqidan o'tishning tayyorligini, g'arbga qarab mang'anlar Pamir egizligidan o'tishning tayyorligini qilib oladi. Qattiq davolg'ishlardan keyin 5-asrning boshlarida Turpan o'ymonligida Quchu davlati nomli bir hokimiyat maydonga keldi. Ayni yillarda tarixiy xotirlarda Quchu davlati cho'l jazira jiq, havosi issiq, tuproqi munbat, donliq oshliqlar yilda 2 qatim pishidi. Pili biqishqa bob, meva-cheva ko'p, suv boshlab kelinib etizlar sug'uriladi. Oq, qizil tuz ko'p chiqidi. Üzüm harqi ko'p yasaladi deb xotirlangan edi. Milodiya 439-yili Hunlar Quchu davlatiga besib kirib, butun Turpan o'ymonligini besib olib, bu yerda o'z hokimiyatini tikladi va Quchu davlati degan nomni davomli qo'llandi. Milodiya 546-yili Turklar Jungar o'ymonligidagi Tili qabilalarini qurolliq kuch bilan o'ziga qo'shib olgandan keyin darhol Tangritog'dan halqib o'tib Turpan o'ymonligini besib oldi. Natijada sharq bilan g'arbni tutashtiradigan g'arbdagi bu qatnash tuguni turklarning ilkiga o'tdi. Quchu davlati Turk xonligining qo'llashi orqasida o'z atrofidagi birmuncha kichik davlatlarga dadil hujum qilib turdi. 7-asrning boshlariga kelganda uning zamini Tarim vodisining g'arbiy tarafiga qarab kengayishga boshlab Kingit, Qarshaharning burunqi nomi ning shimolidagi Tangritog' bo'yi rayonlari bilan butkul Turpan o'ymonligi Quchuning hukmronlik doirasiga kirdi. Bu chog'da Quchu davlatining doirasida 22 qal'a bo'lib, ular 3 viloyat, 5 noyaga bo'lingan edi. Quchu davlati milodiya 640-yili Tang sulolasi qo'shinlari tarafidan yemirildi. Demak, Pantikin va Bökü-Tekin mushundoq vaziyatdagi Turpan o'ymonligiga kirib, bu yerdagi o'zlari bilan qandosh bo'lgan qavmlar bilan birlashib, Quchu Uyg'ur xonligini qurgan bo'lib, bu xonlikning qurilishi qudratli Quchu Uyg'ur ittifoqining shakllanganligi, bu ittifoqning mustaqil siyosiy kuch sifatida Tangritog' bo'ylariga, Tarim vodisiga zo'r ta'sir ko'rsatganligidan darak beradi. Bu xonlikning poytaxti hozirgi Ostona yezisi bo'lib, Ostona yezisiga qo'shni bo'lgan Qarg'o'ja yezisi Qaraquchu degan nomning o'zgarishdan hosil bo'lgan bo'lib, o'zaro tutash ketgan Ostona, Qarg'o'ja yezilari burun bir shahar edi. Hozirmi bu yerda Quchu Uyg'ur xonligining o'rda xarobasi xili mukammal saqlanmoqda. Ayni vaqtdagi Quchu Uyg'ur xonligining territoriyasi sharqda Dunhuanggacha,
sharqiy janubda quruq tog' tizimlarigacha, janubda Tarim cho'lliklarigacha, g'arbiy janubda Oqsuning Boy noyisigacha, shimol tarafda Jo'ng'ar o'ymonligining shimoliy chetigacha bo'lgan keng zaminlarni o'z ichiga olgan bo'lib, xalqning dehqonchilik, chorvachilik, qo'l hunarvanchilik, savdo, yeziq, o'yma matbaachilik, rassomlik, haykaltarashlik, astronomiya, kalendarchilik, muzika, usul ishlari yuksak darajada taraqqiy qilgan. Yana bir tarafdan yuqorida qayd qilib o'tganimizdek, Quchu davlati tarixdagi mashhur Yipak yo'li qatnash liniyasi shimoliy yo'lining o'ttirisiga joylashganlikdan dunyoning har qaysi joylaridan kelib ketadigan har xil xarakterdagi karvonlarning qo'nalg'usi bo'lib, iqtisod, savdo, madaniyatning taraqqiyotida turtkilik rol o'ynagan. Quchu davlati ayni vaqtlardala shaharlashish qadamini besib, uzumdan aroq ichitib, yipak daraxtlardan tovar durdun, shoyiq qatorliqlarni to'qigan. Qadimki Uyg'ur madaniyatidagi eng chong muvaffaqiyati bo'lgan qadimki Uyg'ur yiziqini ijod qilib, bu yiziqni toki 15-asrgacha qo'llanib, bu yiziqda oltin yoruq, vajrasidika, prajina, paraxsa sivira qatorliq mashhur asarlar ijod qilingan. Bu yerda qadimki Uyg'ur ma'rifining gultoji bo'lgan Ediqut ma'rifi haqida tafsiliy to'xtalib o'tmay bo'lmaydi. Bu haqda peshqadam yozuvchi, ma'rifshunos Abdulla Talib o'zining Uyg'ur ma'rifi tarixidan o'chiriklar degan asarida mundaq yozdi. Uyg'urlarda yiziq tarixi boshlangandan keyin maktab ma'rif ishlariga tunji asos silingan makon Turpan Ediqut hisoblandi. Ediqut ayni zamonda Sharq bilan G'arb madaniyati bir-biri bilan singishib yo'g'rilgan markaziy tugun edi. U yerda turli dinlar erkin faoliyat ilib boratdi. Ibodatxonalarni quratdi, maktablarni ochatdi, kitoblarni bosatdi. Uyg'urlarning qadimki tarixida Budda kitoblari eng ko'p yozilib saqlangan joymu ana shu Ediqut edi. Bu yerda tepilgan yozma yodgorliklar bir necha tumandan ortiq. Kishilar Ediqutni ayni zamonda O'rta Osiyoning yer osti kutubxonasi deb bekor aytmagan. Tuvandagi faktlar bu bahoni isbotlaydi. Bu yerda Nestori diniy aqidasi mazmun qilingan Evangelium, baxt sadosi, Sant Georgiyning shahid bo'lish xotirasi, Mani diniga aloqador asarlardan 2 yiltiz nom, Mani muridlarining tövbenomasi, Iriq putuk, Zora Astr, Atashparastlik aqidasiga oid asarlardan Avliya qasidalari, Budda diniga oid asarlardan Oltin yoruq, 8 yukmak, Maytri Simit nomli 27 pardlik drama, tarixiy daston Maharabata, 294 tom, 25 kitobni o'z ichiga olgan saltanatga yordam berguchi o'rnak tadbirlar, 5 tomliq cho'ng cho'chaklar to'plami Panji Tanqira, adabiy asarlardan Atabatul Haqqoiq, Izub masallalari, O'g'iznoma hamda 5 tomliq rivoyatlar to'plami Chastani Ilikbek, qadimki Turpan qo'shoqlari, meditsina bilimlari, ikki tilliq lug'at va Ediqut xonlarining Mangutash xotirlari, iqtisodiy hujjatlar, arab yoziqidagi asarlardan Tömür tazkirisi, Tazkiri avliyolar, Mirojnoma, Ko'ngilnoma, Baxtnoma, Shoir Xorazmiy tanlanmalari va Mavlana Lutfi she'rlaridan tanlanma. Buningdan boshqa didaktik ta'lim-tarbiya mazmunidagi adabiy she'riy asarlardan Axavarka, Qaliyam qara, Papam qara, didaktik nasriy asarlardan Cho'ng maymun Patmaral, Baxtiyor Shahzoda, rassom bilan yog'ochchi hikoyalari qatorliq intayin ko'p asarlar yozilgan va tarjima qilingan. Yuqorida tizib o'tganlarimiz Ediqutdan tepilgan madaniy yozma yodgorliklarning faqat bir turkumidanla iborat. Mutlaq ko'p qismi 19-asrning oxirlaridan boshlab chet el arxeologlarining qo'liga tushib ketgan.
Yalğız Germaniyaning 4 qitimliq arxeologiya atartila bu yerdan ilib ketgan yozma hujjatlar bir necha tumandan eshib ketadi. Boshqa ellarning ilib ketganlari buning sirtida. İdiqutda qandaq qilib bunchavala tarixiy yodgorliklar maydonga kelgan va saqlanib qoladigan. Birinchidan, İdiqutda ma'rif va ideologiya erkinligi yo'lga qo'yilgan. Qaysi e'tiqodga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, u bilim egasi bo'lsala bo'libmi, tarbiyalaguvchi bo'lsala hurmatga sazovar edi. Xalqqa manfaat yetkazguvchi bundaq kishilar iltabir deb ataladi. İkinchidan, Ediqutda kitob yozish va ko'chirish eng savobli kasb deb qaraladi. Bundaq e'tiqod buyon deyiladi. Masalan, putilgan kitoblarning xotimasida mundaq so'zlar alohida yoziladi. Bu kitobning savobi oldi bilan xon sariyiga, ondan qolsa marhum ajdodlarga va yoru birodarlarga bo'lg'aylar. Uchinchidan, Ediqutda bilga kengishi ma'rifparvar danishmanlar kengashi ta'sis qilingan. Ular daraja unvonlarini belgilaydi ham el ichidagi aqartish ishlariga yetakchilik qiladi. Bilga kengashi nurg'un tilliq izohliq lug'atlar, sanskrit uyg'urcha, xanzucha uyg'urcha, tuxar uyg'urcha, so'g'di uyg'urcha ni qo'llanma sifatida tuzib chiqqan. Ediqut uyg'urlari yana sifatli qog'oz kashf qilgan. Xat putilishdan burun qog'oz ustiga oq shilim surtiladi. Bu qog'oz patlab yozish usuli deyiladi. Qarag'ujida yana xili cho'ng qog'oz zavodi qurilgan. Ediqutliklar o'z oldiga yog'och matbaa kashf qilgan. Harflar dona kvadrat yog'ochlarga o'yilib, ondan qilibqa bekitilib, ustidan rang surtilib, xilma-xil rangli kitoblar bisiladi. Mushundaq matbaa harflaridan chet el arxeologlarning ilib ketganlari 100 mingdan ortiq. Ayni zamondagi Ediqut ma'rifi to'g'riliq atoqliq sayyo Wang Yandi 939-yildan 1006-yillar o'zining Ostona xotirlari nomli asarida mundaq yozgan. Ediqutda kasbiy muallimlar bor ekan. Uyg'urlar she'r va qo'shoqqa xushtar ekan. Ular o'z yeziqini kundalik ehtiyoj uchunla emas, balki turlik adabiy asarlarni, kitoblarni yozishqimi ishlatadigan. U yerda har xil tillarda yozilgan nurg'un kitoblarni ko'rdim. Ediqut Uyg'urlari ona tilining sofligini qo'g'dab qolgan edi. Ular mansab nomlarini atashda Urxun Uyg'urlarining an'anasiga varislik qildi. Masalan, ular qag'an so'zini uzoqcha qo'llandi. Bu so'z hukmron, imperator, xon ma'nolarida bo'lib, Hun, Turk va Syanpilarmo bu so'zni o'rtaq ishlatgan. Hozirgi zamonda bu atalg'u ismlarning oxiriga ulindigan hurmat qo'shimchasi sifatida ishlatilmoqda. Masalan, qozoqlarda Umarxon, Tilaviqon, Uyg'urlarda Abdukarimxon, Qodirxon deganlardek. Ediqut so'zi baxtga yetakliguchi degan bo'ladi. Qut so'zi hozirmi ishlatildi. Masalan, qutluq bo'lsin, sana bu mol qut etsin, qutab qolsin degandek. Qo'chu Uyg'ur xonligi milodiya 9-asrdan 13-asrlar davrida Ediqut ma'rifi nurg'un tilshunoslarni, ko'p tillardan xabardor tarjimonlarni, obro'yliq o'qituvchilarni, ma'rifatlik adib shoirlarni, dramaturglarni, buxgalter hisobotchilarni, tabib doktorlarni yetishtirgan edi. Bularning ichida Sinqu Sali, atoqliq adib va tarjimon Pirtan Rakshit, ma'rifchi, yozg'uchi, dostonchi Aprin Churtekin, hikmatlar fazilatining avtori, didaktik shoir Kiki, shoir Chinoya Tutung, shoir Qalim Kayshi, shoir Atsang, Kultarqan, Asiq Tutung, Qarandoz qatorliqlar bor. Shuni muayyanlashtirishga bo'ladiki, Qo'chu Ediqut xonligi davrida butkul ma'rif ideologiyasi ustida har xil diniy aqidalar hukmron o'rinda turadi. Biroq
u umumiy xalq adabiyoti va ma'rif uchun aytganda qisman ramkadanla iborat. Uning taktida xalqning orzu tilaklari, ijtimoiy turmush realligi, tarixiy va madaniy ma'rifi yanada kuchlik aks etib turadi. Buningga mashhur O'g'iznoma qissasi texmo to'liq isbot bo'la oladi. O'g'iznoma Uyg'ur xalqining qadimki hayot tarixi, dunyo qarashi, ijtimoiy urf-odatlari, fazilatlari va jangovarlik xislatlarini tunishtiradigan qisqa va universal darslik qo'llanmadir. Quchu Uyg'ur xonligi davrida yana hozirgi O'rta Osiyo madaniyat xazinasidagi bebaho go'har bo'lgan Sharq-G'arb madaniyati qo'shilgan universal aloyidlikni gavdlantirgan ajoyib nafis, ko'rkam tom rasmlari sizilgan. Hozirgi Uyg'ur 12 muqomining asosiy bo'lgan ko'san kuylari, quchu nag'malari, Everg'ul nag'malari qatorliq Uyg'ur qadimki muzika tarixidagi parlab turgan marvoyatlar maydonga kelgan. Bularning pakiti bo'lgan hozirgi Qarg'o'ja yezisi tavasidagi Quchu Uyg'ur xalqining xili mukammal saqlangan shahar xarobasi, Ostona yezisi tavasidagi Qag'on jamiyatining jasadlari qo'yilgan Ostona qadimki qabristonligi, Ostona yezisining 10 kilometr sharqiy shimolidagi tog' bag'riga joylashgan bezaklik ming uyi, Singim ming uylari davlat ichi va sirtidagi mutaxassis olimlarning kuchlik qiziqishini qo'zg'ab kelmoqda. Demak, ayni vaqtdagi shahar, qal'alar, sangram, ibodatxonalar, ilmiy mutolaaxona, hunarxonalarning hammasi xonliqning poytaxti bo'lgan Ostonani markaz qilib qurilgan bo'lib, bu yerda madaniyat g'oyat zo'r darajada gullangan. Әмді Ғожам алды аталғысыға келсек, bu Ostona yezisining markazidagi kentning nomi bo'lib, bu kent qadimki zamonlarda o'tgan mashhur tarixiy shaxs Hazrati Alpatta Xo'janing mazri mushu yerda bo'lg'achqa, mushu nom bilan atalgan. Alpatta Abdul Patta Xo'ja Samanilar sulolasining avlodi bo'lgan Abu Nasir Samanining o'g'li. Abu Nasir Samani Qarxonilar xonligining xoni Stuq Buraxonni tunji bo'lib islom diniga kirgizib, Qarxonilar xonligida islom dinining umumlashishiga to'p qo'shgan. Albatta Xo'ja otasi bilan birga Qarxonilar xonligining islom echish kurashlariga aktiv qatnashgan. Milodiya 948-yili Qarxonilar xonligining buyruqi bilan qo'shin tortib, Quchu Uyg'ur xonligiga hujum qilib, islom dinini umumlashtirishda to'pi ko'rsatgan va Alip Tekin Qahramon Shahzoda degan nomga erishgan. Shu mezgilda Qashqar, Yakanlarda islom diniga qarshi to'polon ko'tarilgandan keyin Qarxonilar xonligi uni Quchudan qaytarib kelib, to'polonni tinchitishga avatgan. Milodiya 960-yili Alpatta Xo'ja Quchu Uyg'ur xonligiga ikkinchi qitim yurish qilib, Quchu davlati territoriyasida islom dinini umumlashtirmoqchi bo'lgan va shiddat bilan hujum qilib, Kucha, Qarshahar ishg'ol qilib, xonliqning lashkargohi Yorg'ul shahrini besib olgan va Quchu Uyg'ur xonligining poytaxti Ostonaga, Idiqut shahriga qistab kelgan. Bu qitim Quchu davlatining xoni Arslanxon qattiq qarshilik ko'rsatib, Alpatta Xo'ja bilan ilishgan. Lekin Alpatta Xo'janing qo'shinlari g'olib kelib, vaziyat Arslanxonga foydasiz bo'layotgachqa, u dushmanni aldab ichkariga boshlab kirish taktikasini qo'llanib, Tangri tog'larining ichkarisidan xonliqning yozliq poytaxti Beshbaliqqa qarab chekingan. Arslanxon Tangri tig'ini kesib o'tadigan jug'rafiyalik sharoiti aplik bo'lgan tog' yo'li eg'iziga nurg'un lashkarlarni pistirmaga qo'yib, hal qilg'uch jangga tayyorlangan. Albatta Xo'ja Arslanxonni qo'g'lab, Bug'da cho'qsi atrofidagi pistirma qo'yilgan joyga kelganda, Arslanxon tuyuqsiz hujum qilib, Albatta Xo'jani mag'lub qilgan. Albatta Xo'ja shu qitimqi jangda shahid bo'lgan. Urushda g'olib kelgan Arslanxon qayturma hujumga o'tib,
Qarxanilar qo'shinlari besib olgan Yarg'ul, Qarashahar qatorliq joylarni qaytarib olgan va Qarxanilar qo'shinlarini Qaraqo'chu zeminidan qo'g'lab chiqarib, g'arbda Kuchani fasil qilib, uzungacha mustaqil hokimiyat yurgizgan. Shuningdan e'tiboran Qo'chu Uyg'ur xonligining xoni Arslonxon Qarxanilarning kengaymachilikka qattiq qarshilik ko'rsatganlikdan islom dinining ta'siri 13-asrning oxirigacha Kuchaning berisiga o'talmagan. Qo'chu xalqi islom dinini qabul qilgandan keyin albatta Xo'jani cho'nqur yod etib, uning jasadini Bug'da cho'qqisi atrofidagi To'patar Xo'jam, Urumchining sharqiy janubida degan joydan o'tkab kelib, Ostonadagi uzun tarixga ega cho'ng qabristonlikqa dafn qilgan va atrofiga jami barpo qilgan. Albatta Xo'janing jasadi dafn qilingandan keyin ko'lami 300 mo'ga yetadigan bu qabristonlik mashhur mozorliqqa aylanib, yiroq yaqindan kelgan kishilar tavob qiladigan o'rin bo'lib qolgan. Keyin bu mozorliqqa mashhur Emin Xo'ja va uning avlodlarining Mo'yitilar jamoatining va yana bir muncha diniy ulamolar, mashhur kishilarning jasadi dafn qilinib, bu mozorning shuhrati yiroq yaqinga taralgan. Hazrati albatta Xo'ja mozorining janubiy qismida tutash ketgan egiz gumbazlardan tashkil topgan atrofi pakar tam bilan qo'rshalgan qabrlar to'pi bor bo'lib, bu yerdagi eng egiz gumbazning egizligi 10 necha metrga yetadi. Har xil tabiiy, ijtimoiy ofatlarning zarbisi sababidan bu gumbazning yerimi o'rilib tushgan bo'lib, gumbazning ichiga ajoyib nafs ranglik husni xatlar, suratlar, chiroyli gullar naqshlangan. Gumbazning bir chetiga Lukchun 3 ko'riklik tiyip ustam 3 shogirdi bilan 3 oyda yasab bo'lgan degan xatlar yozilgan. Mana bu qabrlar to'pi Emin Xo'ja va uning jamoati dafn qilingan oltinliqdir. Emin Xo'ja Oppoq Xo'ja davridagi Xo'jalar nasabidan bo'lib, 1694-yili Ostonada tug'ilgan. Uning bo'si So'pi Xo'ja Javhiriy Suluk yo'lini tutgan. Turpandagi cho'ng Eshon, otasi Niyoz Xo'ja Ostonadagi Hazrati Albatta Xo'ja mozorining saptugiri edi. Emin Xo'ja kichkidinla tavsiqliq, ya'ni so'piliq tarbiyasi elib, keyingi kunlarda bovisining eshonligiga varislik qilib, nurg'un murd qabul qilgan. Bu davrda Turpan Jo'ng'arlarning qaramligi ostida bo'lib, Chag'atay nasabidagi yerlik feodal hukmronlarning vakili Abdul Ahmad Bagning o'g'li Ahmad Boqi Bag, Kepishbag deb atiladi. Turpanning begi sifatida Lukchundagi o'rdida turadi. Taxminan 1720-yillari Emin Xo'ja ayshi ishratga berilib ketgan Ahmad Boqi Bagning ovga chiqib ketgan fursatidan foydalanib, murtlarini boshlab Lukchun ordisiga bostirib kirib, huquqni tortib olgan va Ahmad Boqi Bagni o'ldirgan. 1715-yili Qing sulolasi hukumati Turpan qumullarni Jo'ng'arlarning asoratidan qutuldirmoqchi bo'lib, Lukchunga askar tortib kelganda, Emin Xo'ja qovuqni cho'ng echib, Qing sulolasi qo'shinlarini kutib olgan va Qing xondanligiga bay'at qiladiganligini bildirgan. U markaziy hukumatga sodiqlik bilan xizmat qilg'achqa, Qing sulolasi hukumati Emin Xo'jaga Gongluq mansibini bergan. Emin Xo'ja Jo'ng'arlarning parakanchiligidan qutulish uchun 1732-yili Lukchun begligiga qarashliq Qarag'o'ja, Murtuq, Suvbeshi, Lamjin, Xandu, Sho'ga, Sirkip, Yanxi, Tuyuq qatorliq joylardagi 10 mingdan ortiq aholini yetaklab, Anshi o'lkasining Guaju viloyatiga ko'chgan. 1756-yili aholini boshlab yana Lukchunga qaytib kelgan. 1758-yili Lukchun vangligi tiklanganda, vangliqqa tava yerlar Emin Xo'jaga avloddan avlodga suyurg'al qilib berilgan. Shuningdan keyin uning avlodlaridan Sulaymon Xo'ja, Iskandar Xo'ja, Yunus Xo'ja, Zuhriddin Yekimbek qatorliq 13 kishi 6 avlod bo'lib,
200 yılga yaqin vaqt ichida Turpan diyoriga va Janubiy va Shimoliy Shinjongdagi 10 dan ortiq viloyat va nahiyaga hukmronlik qilgan. Eminxo'ja Lukchindagi 1572 yili silingan Vangliq ordisida turgan bo'lib, ustun ta'minot, yuqori martabadan bahramand bo'lgan. Qing sulolasining qadrlab ishlatishiga muyassar bo'lgan aymoq vang'i bo'lib hisoblandi. Eminxo'ja va uning avlodlari Qing sulolasi hukumatiga bay'at qilib, Jo'ng'arlarning tajovuzchiligiga va cho'ng-kichik xo'jalarning to'poloniga qarshi turishda zo'r xizmat ko'rsatgan. Eminxo'ja vatanning birligini qo'g'dashga alohida to'pa qo'shganligi uchun podsho Qianlong uningga tegishlik ma'muriy vazifa va faxriy nom bergan. Martabasini yilma-yil o'stirgan. Uni ordida 2 qatim qabul qilgan. Sizma suratini Jo'ngnan Xaydagi Binafsha nur raviqiga ostirgan. U 1777-yili vafot bo'lgandan keyin albatta xo'ja mazoridagi oltinliqqa dafn qilingan. Emin Vangning o'g'li Sulaymon Vang otasi o'lgandan keyin otasiga bir obida tiklash maqsadida dаңliq me'morchilik ustalarini taklif qilib, Turpan shahrining sharqidagi 2 kilometr keladigan joyga xish bilan Uyg'ur binokorligining islom diniy uslubida ichiga burma shakldagi 72 palampay ilingan 60 metr egizlikdagi munar va 3 qavat imorat egizlikdagi pashtoq va cho'ng jami soldirgan. Keyin bir qatimliq yer tavrashda munarning ustidagi 20 metr qismi o'rilib tushgan va qayta remont qilinib, hozirgi 40 metrlik holatga keltirilgan. Bu munar keyin Eminvang munari degan nom bilan mashhur bo'lgan. 60-yillardan keyin yana Sulaymon Vang munari deb atalishga boshlagan. Demak, Ostona yezisi tarixdan buyon qadimki mashhur davlatlarning ostonasi, poytaxti, Turpan rayonining iqtisod, savdo, madaniyat markazi bo'lib kelgan. Bu yerda tillarda doston bo'lgan ni voqealar, mashhur kishilar yashab o'tgan. Uning ustiga Ostona, Qarg'o'ja yezilari haroratlik Idiqut teg'i bag'riga joylashgan. Havosi qurg'oq, issiq, tuproqi munbat, aholisi azaldan buloq suvlarini ichib kelgan bo'lg'achqa, bu yurtning xalqi botur, qo'rqimsiz, uyushqoq, jangovar, nohaqchilikni ko'rsa chidab turolmaydigan, ma'rifatparvar bo'lishdek xarakterni yetildirgan. Dal mushundaq zaminda o'tgan asrning boshlarida Moyitilar jamiyatidan iborat bir jamiyatning farzandlari xuddi zulmat kechidagi yolqindek kelinjab Shinjang zaminining bulung pishqoqlarigacha iz qoldirib o'tdi. Xalq jaholat, nodonlik, xurofot sirtmiqida bo'g'ilayotgan ayni yillarda savdo, inqilob, oqartishdan iborat 3 angushlarni mahkam tutgan Moyitilarning farzandlari o'zlarining issiq qonlari bedeliga xalqni hurlikka, ilg'orlikqa, ilm-ma'rifat o'rganishga yetakladi. Ularning avlodlarining ko'pinchisining taqdiri fojialik bo'lgan bo'lsa-mu, ular o'z aqidasi yo'lida bu dunyodan armonsiz ketdi.